shinadan diskagacha bemalol yetib boradigan chuqurlik. Kim bunga qaraydi? Kim qara? Qara. Muammolar juda ko'p. Ya'ni yo'lning qatnov qismining 3dan 1 qismi yaroqsiz ahvolga kelib bo'lgan. Hozir yana ham tirbandlik payti emas, u ertalabki kechqurungi tirbandlik paytida qanaqa bo'ladi tasavvur qilib ko'ringlar. Eng asosiy maqsadimiz yo'l transport hodisalarini oldini olish-ku. 3 kunda men 4 marta balon qildim. Belgilangan me'yorlar asosida ta'mirlash kerak. Ya'ni bitta yomg'ir yog'sa bir yuvilib ketadigan qilib emas. 1 minut emas 45 sekund ham yetadi. Biz qandaydir yo'l chetida emas, balki yo'lning qatnov qismida turibmiz. Shu yamaga iloji yo'q, tikka solib keladi ustingizga. Remen bo'lsa ham, ya'ni kamar bo'lsa ham uryapti-yu. Bu ta'mirlagan esda yo'q. Esingizda yo'q. Esimizda yo'q. Nahotki shu yo'llarni bir ta'mirlashni iloji bo'lmasa. 600 metr, 700 metr masofa demak tirband bo'lib keladi. Oxirgi marta kelib qachon bir ta'mirlab ketishdi. Bu yerda ham 3 ta odam o'ldi. Bu yerda, xuddi mana shu yerda. ya'ni mana bunday radarlarni, svetoforlarni o'rnatishdan oldin bir yo'llarimizga ham e'tibor berib qo'ysak, ancha yaxshi bo'lar edi. Axir bu ham yo'l transport hodisasining asosiy sababchisi-ku. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz qandaydir yo'l chetida emas, balki yo'lning qatnov qismida turibmiz. Biz Zangiota tumanidamiz. Assalomu alaykum. Bir necha hafta oldin bizning murojaat botimizga aynan shu yerda bir yurish qismini, ya'ni hadovoy qismidan bir buzilib jabrlangan bir haydovchi tomonidan videorolik kelib tushgandi va buni biz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda e'lon qilgan edik va bugun joyini o'rganish maqsadida keldik. Muammolar juda ko'p. Ya'ni yo'lning qatnov qismining 3dan 1 qismi yaroqsiz ahvolga kelib bo'lgan. Eng asosiy maqsadimiz yo'l transport hodisalarini oldini olish-ku, to'g'rimi? Yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun haydovchilarga ko'proq qulaylik yaratish kerak. Ya'ni yo'llarni belgilangan me'yorlar asosida ta'mirlash kerak. Ya'ni bitta yomg'ir yog'sa bir yuvilib ketadigan qilib emas. O'ng tomonimizda ham, chap tomonimizda ham bir hurmatga sazovor tadbirkorlarimiz tomonidan qo'yilgan radarlar mana demak bir qoidabuzarliklarni qayd qilmoqda. Ya'ni remen bo'lsa ham, ya'ni kamar bo'lsa ham uryapti-yu. Nahotki shu yo'llarni bir ta'mirlashni iloji bo'lmasa. Hurmatli tadbirkorlar, ikkinchi holat bo'yicha yana bir murojaat keldi. Tirbandlikning asosiy sababini biz topganday bo'lyapmiz. Ya'ni serqatnov yo'lda tugmali, ya'ni knopkali svetoforlarni piyodalar uchun qo'yish qanchalik to'g'ri? Ya'ni bitta svetofor qizil yonganda, ya'ni bitta piyodani o'tishi uchun o'rtacha bir daqiqa yonganda ham 600 metr, 700 metr masofa demak tirband bo'lib keladi. Tirbandlikni oldini olish asosiy maqsadimiz emasmidi? Ya'ni xalqaro ahamiyatdagi yo'llarda bunaqa turdagi svetoforlarni qo'yish qanchalar to'g'ri bo'ladi? Qonunchilikka ham yoki odamgarchilikka ham. Ommaviy axborot vositalari orqali qilingan murojaat sifatida tegishli tashkilotlar tomonidan qabul qilinishi kerak. Aynan shu yo'l holati bo'yicha bir videorolikni eslatib o'tamiz. Xo'p, Toshkent kirib kelaverishdi Lukoildan ozgina. Xo'p, Chinozdan kelaverishdi. Lukoilga yetmasdan, Lukoildan o'tgandan keyin mana bunaqa cho'nqirga qarang, mana qarang, ha. Nima bu ahvol?
Kim bunga qaraydi? Kim qara qara. Qara qaraydi. Qara. Kim qaraydi? Meni qadavoyim. Voy. Mas'ulni tez bunga ana qilib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Qaraydi. Qara. Voy. Mutasaddilarimiz bunday svetoforlarni o'rnatishdan oldin bir bosh qotirishlarga to'g'ri keladi. Ya'ni bunaqa joylarga knopkali, ya'ni tugmali svetoforlarni qo'yish qanchalar to'g'ri? Ol ukamni. Bitta o'zing o'tasanmi ki? Bitta o'zing o'tasana, yog'yaptimi? Bitta kelaverasizlar. Ha? Bu hozir yana ham tirbandlik payti emas. U ertalabki kechqurungi tirbandlik paytida qanaqa bo'ladi tasavvur qilib ko'ringlar. Bizning esa gapirishga tilimiz ojiz. Ya'ni mana bunday radarlarni, svetoforlarni o'rnatishdan oldin bir yo'llarimizga ham e'tibor berib qo'ysak, ancha yaxshi bo'lar edi. Axir bu ham yo'l transport hodisasining asosiy sababchisi-ku. Bilmaganlar uchun manzilni eslatib o'tamiz. Ya'ni Yangi yo'ldan Toshkent shahriga kelish tomonda, demak, Uzgazoyilni oldida. Har 3 minutga 1 minut qilib qo'ysa, juda yaxshi bo'ladi. 1 minut emas, 45 sekund ham yetadi. Ha, 45 sekundga 3 minut qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Hozir mana bitta yonganning o'zida qancha probka bo'lib ketyapti. Bo'ladi bo'lishga ammo. Ertalab mana tirbandlik bo'ladi, probka bo'ladi. Hozir abi yamalarga qarang. To'ppa-to'g'ri. Odam susi bo'ladi ichida. 3 kunda men 4 marta balon qildim. Bu kimga murojaat ham qilmadinglarmisizlar bu? Kimga qilasiz? Kimga dardingizni aytasiz? Uka. Birovga dardingizni aytadi. Egalari bor. Endi hozir yana hokimlar o'zgaryapti. Qaysi biri? Mana shu yo'lda 3 kunda 3 ta balon qilib oxiri 15 balon qo'ydim. 530 mingligidan. Endi shunda sal baraka topdim-ku, xotinni ham o'zimni ham pensiyam ketdi. Ya'ni balon qilaverib. Balon qilaverib. Qarang. 35 mingga tikadi. Bu hokimiyatning balansidagi yo'l emas-da. O'zavto yo'l degan qo'mita bor bizda. Hop. Ya'ni xalqaro ahamiyatga ega bo'lganligi uchun bu yo'llarimiz, demak, ularning balansida turadi. Ha. Oxirgi marta kelib qachon bir ta'mirlab ketishdi. Endi yaqinda bizani ko'chaga yo'lni chetidagi qum aralash turponi solishdi. Hop. 3 kundan keyin o'ynatib yubordi. Botlar nima deydi? Bitti. Tinchlik Tuyabog'iz ko'chasi. Ha, Tuyabog'iz ko'chasi. Ya'ni bu yerda kirakashlik bilan shug'ullanasiz, to'g'rimi? Uncha kirakilish navara-shavaralarga. Keyin o'zim shu yerda turaman. Bozor o'charga borib kelganda mana shu yamaga iloji yo'q. Tikka solib keladi ustingizga. Lekin o'ng tomondan kelayotgan yama bor. Chapga oladi. Ana kuni ham bittasi urib ketishdim mashinani. Oxirgi marta qachon ta'mirladi? Yo bu yoni, yo ichki yo'llaringlarni. Bu ta'mirlagan esda yo'q. Esingizda yo'q. Esimizda yo'q. Ya'ni hozir meni e'tiborimni tortgan narsa, biz o'zi murojaat yuzasidan keluvdik. 3 hafta oldin murojaat qilishdi bizga. Ya'ni o'sha yo'lning 3dan 1 qismi yaroqsiz holatga kelgan. Bu meni fikrimcha yo'l transport hodisasiga sabab bo'ladigan holatda. To'g'ri. Endi bizda avariyalar bo'lib turadimi? Avariya ko'p bo'ladi. Qayerda bo'ladi? Men bizani bu yoqda, mahallada bo'ladi. Mana men bitta balonni yorilib tortib ketib qoladi. Orqasidan 2 marta urib oldi.
keyin shoferlar o'zi kelishib ketdi. Mana endi mana shu ikki qator turgandan keyin mana svetofor bo'lgancha anta qolib ketadi-da, man iloji yo'q yamaga tashlaydi. Ya'ni hozir mas'ulligi nima deb qo'ygan bo'lardingiz? Nima? Siz kuzatayotgan Nima derdim? mutasaddilarga, rahbarlarga. Bularga nima derdim men? Ammo svetofor o'rnatib yaxshi qildi. Regirovkasini to'g'rilab bersa, Ya'ni kirovkani olib tashlasa deyapsiz. Ya'ni o'sha 3 minutga 45 sekundda yonadigan vaqtda hurmatli bo'lmaydi deyapman-da mana. yo masalan shuni bolalar avtomatik bosib yana bitmasdan keyin yana yonadigan qilsa bo'lmaydimi? Yo, o'sha narsani bosmasdan. Qarangda hozir mana bitta odam o'tsa ham 500 metr probka bo'lyapti bu yerda. Bo'ladi, iloji yo'q endi. Katta yo'l bu. Katta yo'l. Endi katta yo'lda bunaqa tirbandlik bo'lishi bu Endi bu yerda ham 3 ta odam o'ldi. bu yerda, Xuddi mana shu yerda. Narigi betdan o'tayotganda oldidagi ikkita o'ng tomondagi to'xtadi, chap tomondan kelib Kamaz urdi ayolni. Buxorolik ekan, o'ligini olib ketishdi. Men navaramiz sirdoshini onasi. Keyin men zaprashib bolani urdi shu yerda. Mana hozir invalid barisadan chiqib yotdi. Mana ishxonasida. Yana bitta qazo bolani urdi. Bitta Surxondaryolikni urdi, o'ldi, uni olib ketishdi. 3 ta o'lik bo'ldi shu yerda o'zida. ya'ni mana shu 3 oy ichida. ya'ni mana hozir radarlar qo'yishibdi, kameralar qo'yishibdi. Bularni qo'ygani yaxshi. Yaxshi, biz ham yaxshi deb o'ylaymiz bu narsani. Lekin yo'lni ham shu talabga javob berish kerak edi. Yo'l endi shunaqada endi. Odam mana hozir o'sha yamaga men kirib ko'raydi hozir. Men yamaga tushdimmi? Balonni yoradi u. Hozir men tushdimmi? Mana podushkalari ham otilib ketgan mashinalar. Men ku bir ataylab tushdim bu narsaga. Bir ko'rishsin, qanaqa tushayotgan. Bu qaysidir avtobusimi, podushkasimi? Podushkasi bu kabinani tagida turadigan. Mana shu do'qirga tushganda otilib chiqib ketgan yirtilib. Avtomobilni demak. Mana yirtilgan yangi. Ha, pul. Kelinglar, men telefondan o'lchaymiz, yamani chuqurligini. Mana bu telefon. Bu shinadan diskagacha bemalol yetib boradigan chuqurlik. Mana yo'l transport hodisasining asosiy sababi. Mana botlarda o'rnlar ham chuqur. Yo'lni egalari e'tibor berasizlar degan umiddamiz. Biz esa tegishli tashkilotlardan ushbu holat bo'yicha izoh kutib qolamiz va umid qilamizki, ushbu holatni tez kunda bartaraf qilishadi. Bu yerga tugmali emas, 3 minutga 30 sekund yonadigan svetofor qo'ysa yetadi. Omon bo'linglar. Fikrlarni izohlarda kutib qolamiz. Va albatta shunday murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bizning Telegramdagi botimizga jo'natishingiz mumkin.